Assalomu alaykum. Mana biz xalqaro tibbiyot apparaturalari ko'rgazmasida turibmiz. Bu yerda o'zi apparatlari, ya'ni bular sun'iy intellekt yordamida ishlaykan. Buni mutaxassisimiz tushuntirib bermoqchi. Assalomu alaykum. Bugungi kunda biz 10 yildan beri ishlab keladigan kompaniyamiz Sangate. Bu apparatlarimiz hammasi Evropeyskiy Italiyada ishlab chiqarilgan Esovod brendi. Bunimiz A70 hisoblanadi. Hamma datchiklarimiz chiroyli, monokristalliskiy, bularni ko'rish nimasi 1.8 MHz sun'iy intellekt asosida ishlaydi. Mabodo bir tekshiruv olib borayotgan paytda ko'zingiz ilg'amay qolgan joyi, ko'z ko'rmagan narsani sun'iy intellekt ogohlantiradi. Mana shuni ham bir tekshirgin, shubhali tuyulyapti deb sizga ogohlantirishlar beradi va nastroykalarni ham u sizga yordam beradi. Ya'ni bitta knopka bilan 40 ta nastroykani bir vaqtda qilishingiz mumkin. 1 daqiqaning ichida sizga ko'p narsani ko'rsatib berishi mumkin. Bu apparatimiz X90. Bu apparatimiz MyLab X90, bu ham Esovod. Bu Barco monitorimiz o'zimizni UZI shifokorlar ko'zi charchamasligi uchun imенно mana shuni ishlab chiqarishgan Yevropada. Bunimiz MyLab X75. Hozirgi kunda respublikada juda mashhur apparatlarimizdan biri. Buni ham sun'iy intellekti bor. Butun respublika bo'yicha yaqinda qo'yib chiqdik. Juda ham mamnun UZI vrachlarimiz. Bu apparatimiz MyLab A50. Buni ham sun'iy intellekt. Bunda ham hamma narsa Yevro standart asosida qilingan, italyanskiy. Buni ham konveks, lineyka, hamma datchiklari juda chuqur ko'radi va cho'tki ko'rsatib beradigan, vizualizatsiyasini tiniq qilib ko'rsatib beradigan apparatlarimizdan hisoblanadi. Bu boshqa apparatlarga ko'ra bu 5 ta datchikli ekan, ha? Bu qolganlarda ko'rib turibmiz. Menimcha 4 tadan datchigi bor. Bunda 5 ta. Hamma apparatimizga qo'yib berish imkoniyati bor. Bu har bitta UZI vrachchi o'ziga individualni yig'ib bera olamiz. Yo'nalishiga qarab, nechta datchik kerakligiga qarab. Demak, datchiklarda har bir detalni o'zlaringiz yig'ib bera olasizlar. Bu olib kelgan hamma apparatlarimiz servis sentri o'zimizmiz, ofitsialniy distribyutorimiz. Hammasini o'zimiz servis qilib, keraklicha qilib komplektatsiyada yig'ib bera olamiz. Rahmat sizlarga.